Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi vlogimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarni yana Istanbulga aylantiraman va Ro'za Ramazon oyining 1-kunida bu videolarni sizlar uchun maxsus borib videoga olgandim. Mana endi Xudo xohlasa bugun nasib qilgan ekan, bugun chiqardim. Endi prямой efirim bor. O'sha 1-kuni iftorlik qilingan Sultonahmet maydonida iftorlik uyushtirilgan. Ana o'shani men sizlarga videosini olib, ya'ni prямой efirda ko'rsatgan edim. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Bundan oldingi vlogim qiz kulasi haqida edi. Ya'ni Uskudarni aylantirgandim va undan oldingi videoda, ya'ni prямой efirda как раз таки Sultonahmet maydoniga borib, shu iftorlikni 1-kunini sizlarga ko'rsatgan edim va u yerda to'p otish marosimi bo'lgan edi. Ya'ni bu tarixiy Osmonlilar zamonidan qolgan odat bo'lgan. O'sha odatni o'tgan yili tiklashdi va shundan keyin endi har yili Ramazonni 1-kunida to'p otishadi. Bu juda ham qiziq marosim. Men o'zimga juda ham yoqadi. Birinchi marta borib ko'rganimda qanaqadir boshqacha bir his tuyg'u bergan va nima uchun qilingan bu narsa? Ya'ni o'sha paytda, eski paytlarda mikrofon bo'lmagan, azon aytganini xalq eshitmay qolmasin, og'iz ochishga kechga qolmasin deb to'p otishgan. Ya'ni pushkadan to'p otilgan. Mana shunaqa qiziq bir tarixiy marosimni tiklashdi. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Va videomni boshida sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Qiziq videolarim bor, foydali informatsiyalarim bor. Turkiyaga ko'chishga harakat qilayotganlarga, ko'chib kelmoqchi bo'lganlarga qimmatli ma'lumotlarimni bo'lishganman. Va videolarimga like qo'yishni, kommentariyalar yozishni unutmanglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi chiqqan videolarimdan xabardor bo'lib turasizlar. Marhamat, tomosha qiling.
Azizlarim, sizlarga noyob narsa ko'rsatmoqchiman. Mana ko'ryapsizlar, galsizlar o'sib turibdi. Bu esa bu Topkapı saroyining devorlari. Mana bu yerda hammasi hotel, motel, hostel. Shunaqalar. Chiroyli shirin ko'chalar, shirin otellar. Ko'ringlar. Eng yopiq ekan shekillimiz. Nazarga qara. Kim? Poseidon. Mana bitta eski böyle ishab qo'shilmish. Oo, turistlar becharalar tuzoqqa tushib mana bunaqa atirchilardan hech qachon atir olmanglar. Turistlar becharalarni tuzoqqa tushiribdi. Tamom. Tamam. Bechara turistlar. Надеюсь, boy turistlar bo'lmasam tamom. Ko'rinishni ro'shat qilsin. Masjidni ko'rsam, qanaqa eski chiqtashmi. Mashina kelayotgan mashina mani videomni buzmaslik uchun to'xtab turdi. Bunaqa mikroavtobus. Anaqalarni turistlarni tashiydigan mikroavtobus. Ko'rdinglar qanaqa turistlarni hurmat qilishadi o'tdi. Hattoki mana ikkita ayol bilan erkak ham to'xtab turishdi, poylab turishdi mana videoga olgunimcha. Hozir men masjidga kiraman, masjidga. Birov bu yoqlarga kelmaganimga qancha vaqt bo'lib ketdi. Tak, qaranglar. Eshakposhi jami ekan. Hijriy yilda 1482-yilda qurilgan ekan. Mana buni agar o'qitsanglar tarixi chiqadi. И вот Mumtazning tarixi ham bor ekan. Конечно, anaqa bo'lib ketibdi mana. 11-yil Osmonli vazirlaridan bittasi Eshadbey Rum bo'lgan ekan, ya'ni Romali bo'lgan ekan. Va Sulton II Murodxon zamonida yashagan ekan, xazinador bo'lgan. Xazinadorlikdan vezirligiga yuksalmishdir deyapti. Ya'ni vaznachidan vazirlikkacha yuksalgan ekan, karyera qilgan ekan. Dela. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Mana bog'chasi, tahoratxonasi, abdastxonasi va tarixiy masjid. Mana bu ekan. Kichkinagina masjid joy ekan. Top-toza, akkuratniy. Shunaqa mohol hidi kelyapti, ishonmasam. Nam shunday nam. Mana har bitta masjidda Qur'on kitobni turadi. Muazzin o'qiydigan joy. Mana qarang. Shunaqa shiringina masjid ekan. Bu bilan tepasida tabiiy ayol namoz o'qiydigan joy bor ekan. Faqat zax ichkari bu yoqqa chiqsam, как будто уже issiqqa o'xshaydi. Yopiq joy bo'lganiga. Mana tarixiy Shapkashi hammom. Bu hammom ekan. Mana shu masjidda hammom ekan. Baslan shotlarni aylantirib. Mana. Hozir hammom bo'lgan ekan. Qaranglar, уже сейчас, наверное, вот ishlamaydi, no? Yerlarni qaraydi, chiroq qo'ysa. Bitta ko'pincha shu masjidlarni atrofida hammomlar bo'lgan, chunki sразу to'qarat qilib qanaqa qilishganda namoz o'qishga kirishgan.
Neobычный joy. Bu tarafga endi kiraman lekin. Hamma videoga olib yuribdi. Rang-barang ko'chada. Voy, apelsinlarni qarang. Shundan olib ko'rsa qarang. Endi qanaqadir cherkov nimadir bo'lgan ekan, qaranglar. Shirinligini qaranglar ularni. Shirin otellar. Yaxshi ko'rinish bor, kichkina otelchalar. Anaqa dahshat qanaqadir 9 звездочкали otellarni xohlamayman shunaqa uyutli unaqa. Starenький otellarni yaxshi ko'raman. Misini nimadan tushib pastga tushsa bo'lar ekan. Mana. Nima apelsin или mandarin. Apelsin или mandarin. Biz Sarozdan oldin saroy bo'lgan, hozir otel ham kafe restoran qilib qo'yishgan. Bir kirib ko'rsatishim kerak sizlarga shu bilan. Hozir esa men bu ko'chani ko'rsatmoqchiman. Bu ko'chada burasidan polni ikki taraflama otel ekan. Menga yoqadigan kichkina otelchalar. Pasti hammasi kafe. To'g'risini bu ko'chaga menimcha men endi kiryapman. Magnitlar chiroyli ekan. Tak. Hammasi terrasasi bor ekan. Mamukda bif pishirar ekan. Nima so'radim ya? Steak pishirar ekan. Mana sizlarga otel deb olinglar sizlarga otel mana. Otellarni ko'chasiga kirdik. Rasman. Qarang. Bu просто bar ekan. Shuncha kelib, shunaqa ko'cha borligini bilmasganman. Navbam roof. Ya'ni tomda o'tirsa bo'lar ekan. Oh my god. Shunaqa dahshat ko'rdim. Evet. Mana qaranglar, mana otelni o'tishi chiroyli. Garden restoran ekan. Menga вообще yoqdi mana bu anaqasi, dizayni такой qanaqa desam ekan, western stilida qilingan ekan. Xuddi Amerikada bo'lib qolganga o'xshayman. Grand Canyonda. Texasda. Videoga olaylik, faqat mashina yo'q edi. Bunaqa imkoniyat har doim bo'lmaydi. Men bu ko'chaga to'ymayman. Shunaqa chiroyli binolar bor, eskidan qurilgan, hammasi otel, hammasida ko'rasam terrasasi bor. Bunda ham hammasi terrasa bor. Tagida hammasida mana hammasi kafe tegi. Wow. Bu обязательно ko'rsatishim kerak sizlarga. Qarang. Mana otel bor ekan. Mana sizlarga otel. Shu otellarni ichini ham obzor qilish kerak. Jon deb obzorga ruxsat bersa kerak bular. Bakayım. Marmara'ya o'tib ketdim.
Это просто вот апартман ekan. А bu yerda mana отель qarang. Необычно. Отель. Amiral Place. Amiral Palace ekan. Вот такие вот отельчики. Девочки. Tak, qaraylar mana bu yerda magnitni ko'rsam, 3tasi 50 lira ekan. Bittasi 20 lira ekan. То есть mana qarab yursanglar arzon podarkaga olib ketishga chiqadi sizlarga ham. Mana qanaqalar. Men bu tarafga o'tib olishim kerak ekanda. Terrasaga olib chiqyaptilar mana. Terrasadan video olishga sizlarga manzarani ko'rsataman. Chiqdim terrasaga. Ko'rganinglardek. Otelni lokatsiyasini qoldiraman. Ko'rdinglar? Mana kafesi. Zontiklarni ochib qo'yishadi yozda. O'tirib, ovqatlanib, Sultonahmet masjidigacha ko'rinar ekan. Vau. Vau. Просто vau. Mana shu ko'chadan chiqib ketsam bo'ladi. Qaranglar. Вот это да, девочки. Ой, necha etash tepaga chiqdim даже. Esimda yo'q. Ishonasizlar, Mamutniki ham zo'r ekan. Terrasasi qaranglar. Eslab qolinglar. Inji terrasa ekan o'ti. Просто super. Manzaraga gap yo'q ekan. Уже tamom qurib qoldi, gapirolmayman. Vau. Chaykalarni qaranglar. Syomka bo'lyapti. Televizorga. Mana video bo'lyapti. Ayoqda o'zi marosim boshlanish arafasida. Biz u yoqqa boramiz. Anamdan ko'rsatdik sizlarga. Ay, rualo. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Mana oldim. Zo'r ekan mazasi. Semey. Non. Ziyoda ham mana yeb o'tiribdi. Telegram ko'rsatdilar. Dedi mana choyga o'chir.